الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والإنسان والجان وأنطق لسان الإنسان نور قلوب أهل التوحيد والإيمان بأنوار الإسلام والإيقان Barcha maqtovdanlovlar jir ham ko'klarni, kishilarni ham jinlarni yo'qdan bor qiluvchi Alloh taolaga tegishli. Alloh taola kishining tilini suylashuv ne'matin berdi. Ham Allohni bir deb tanuvchilarning, ham iymon ahllarining yuraklarin islom hamliqli inonu bilan nurlandirdi. Kishilik yashayishining eng boshida ikki zot, ota ham ona, Adam ham Havotra. Bu ikki kishining ismini dunyodagi har kishi kiminde Allohga ishongan kishilar biladir. Ular kishilik dunyosida obida, opada, bobayda, abida tugul, balki atihamani. Bu ikki kishining birsigina bo'lmasa, kishilar zoti bo'lmas edi. Ham xotin birga yashagandagina yashayish davom etadi. Yigit uylangach bo'la, qiz kuyovga chiqqach xotin bo'la. Alloh qarshısında birdan bir din, islom dini. İslam dininden boshqa kishilik dunyosida bir qachonda din bo'lmadi, ham bo'la da olmaydi. Allohning dini bo'yicha uylangachgina xotinli, ya'ni oilali bo'la oladi. O'z vazifalarini o'tay boshlagachgina ham xotin Alloh qarshısında haqiqiy irod ham xotin-qiz darajalarini erisha olalar. İslam dinida irod xotin-qizning kiyimi, xotin-qiz irodning kiyimi bo'lib tura. Ya'ni bir-birsini Alloh rizoligi uchun hurmat etarga, soqlarga tiyishlar. Kishi bilan kishicha yashay ola o'zaro kishilikli bo'lsagina. Islom dini to'lisi bilan har kimni kishilikli bo'lirga undi, tarbiyali. Kim Allohning dinine qarshi borsa, Alloh belgilagan tartibni buzsa, birinchi bo'lib oilasini buzar. Naslini yo'qqa chiqarar, o'zidan so'ng bu dunyoda tiran chiqirdan boshqa iz qoldirmas. Alloh taolo Yasin surasining 12-oyatida aytdi: A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Durustlikda biz o'lilarni tirgizamiz, hammalarning o'lgandan so'ng qoldirgan g'amallarin, izlarin yozamiz. Ham biz borisinda ochiq kitobda yozamiz. Har kimning tug'an kuni bor, lekin shuni unutmasga kerak, bir kimda o'zi tug'madi. Oni onasi tug'dirdi. Shunga ko'ra kimdan tug'aningni hech unuturga yaramay. Jannat anilarning oyoq ostida, tog'anda tugalroq aytsak, tobani ostida. Ota-ona haqi Alloh haqi bo'lib turadi. Har aqlli bo'lgan kishiga bu haqlarni o'taw majburiy. Ota-onasini ranjitgan kishiga g'azab bu dunyoda vaqtda berila boshlar. Xalqimizning maqallarida onasini urgan it bo'ri og'zini tushar. Ota so'zini tinglamaganni otavga irg'itganlardi. Alloh belgilagan shariatda ota-onaning darajasi bek zo'r. Alloh taolo Qur'onda aytdi bizga: "Wa qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا." Allah hukm etdi, ham amr berdi. Faqat Allohga g'ana ibodat qilirga, ham ota-onaga izgilik etarga. Agar sen isen chaqda ularning birsi yoki ikkisi da qortliqqa erishsalar, sen ularga ufta aytma, ham qaharlama, kayflarini jibarma. Balki ularga har vaqt yumshoq ham muloyim so'zlar so'yla. Ham ularga shafqat etib, rahmat qanotlaringni jay. Ham ayt: "Ey Robbim, ular meni kichkina chog'imda marhamat bilan o'stirganlari kibik, sen de ularga dunyoda ham oxiratda shafqat qil."
Ma'naviy tarjimada Ahqaf surasining 15-oyatida shunday tafsir keltiriladi. Biz kishiga ota-onasini iyilik ko'rsatishni amr etdik. Onasi uni mashaqqat bilan 9 oy qorinda yurtdi, ham uni og'irlik bilan tug'dirdi. Uni yurtuvi ham imshakdan ayruvi 30 oy. Natijada ul bola yashab quvvatli chog'ina erishgach, ham shundan so'ng 40 yoshina yetgach, ey Robbim, menga ham ota-onama bergan sonsiz ne'matingga shukr etuvimni, sen rozi bo'lgan izgi amallar ishlavimni menga kundir. Menim uchun menim naslimni izgilardan qil. Hech shaksiz men senga tavba etdim ham men musulmonlardan. Bunday munosabatda bo'lirga shunday matru so'zlarni aytirga Alloh o'zi bizga amr etdi. Sevgili payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hadislarida shularning birisida Abu Darda radhiyallohu anhu keltirgan hadisda bunday deb aytiladi. Al-walidu awsatu abwabil jannati fa in shi'ta fa'adir zalika al-baba aw ihfazhu. Ani jannat qopqalarining o'rtasi ham tilasang ondan mahrum qolasың yoki saqlay olasan. Shulay uq Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keltirilgan hadisda ragima anfu thumma ragima anfu thumma ragima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhuma falam yadkhulil jannah. Shulay uq xo'rliq ham tag'in bir xo'rliq kim ota-onasining birsining yoki ikkisining da qortligini ko'rdi, ham jannatga kirmadi. Shulay uq musulmon xalqimizning ota-ona darajasi, ularga qarata hurmat turunda maqallari behisob. Xondan bola uli, boladan ona uli. Otanga ne qilsang, oldinga shul kelir. Ota-onasini xo'rlagan o'zin xo'rlagan bo'lar. Ota-onani tinglagan kishi bo'lgan, tinglamagan aram bo'lgan. Ochdan o'lsang da ota-onangni tashlama. Biz bunda ati-anilar, bobay abilar, yoshlar ham ulkanlar. Javoblilik har birimizda. Ota-onalarimizning haqlarini o'tasak, kelasi bo'n bizga betaraf bo'lmas. Oilada ota-onaning darajasi yuqori bo'libgina, tegishli hurmat ko'rsatibgina kelasi nasllar umidli bo'lirga mumkinlar. Kelasi bo'nga durust tarbiya beru orqasida hadisda aytilgan darajalarga erishishga yo'l ochiladi. Innar rajulu la tarfa'u darajatuhu fil jannati fayaqul inni li hada fayaqul bistighfari waladika laka. Qiyomat kunida kishining jannatdagi darajasini ko'tarirlar. Ham bu menga narsa hurmatini berildi deb so'rar. Anga o'ling sening gunohlaring kechiriluvini so'rab duo qilganga ko'ra deb javob berirlar. Hamma bizga da shunday darajalarga, ham shunday o'llardan bo'lirga nasib bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizga da izgi tilaklari, izgi niyatlarini xayrli ravishda yashirga nasib etsin. Faqat izgilik qiluvchi Allohning suyukli qullaridan bo'lib, naslarimizga xayrli tarbiya berib, ota-onamizning Fatihasini olib, Alloh Rabbimizning izgiliklar jamoatine erishirga nasib bo'lsin barimizga da. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim innahu as-sami'ud du'a.